Men mana buni o'qib K3 degan model avtomobil bor deb o'yladim, lekin o'zi bu yerda вообще boshqa narsa yozilgan ekan. Okamizning familiyalari Kuchkarov ekan. Shuning uchun o'sha pod nomerimizga K3 Karov deb yozilgan. Mana shunaqa spetsial shunaqa yozdirib bering dedilar. Xullas tayyorlab berdik. Bu yerda o'zlarining brendlariga asos solgan Mebel Salvador degan okamiz mana Instagram niklari. Bu bekorga prozrachniy emas, orqasida diodlari bor. Bu kech payt fatfarning ulab qo'yiladi. Bitta nomeri o'shanaqa yoqqanlarda, farani yoqqanlarda xullas pod nomer ham qo'shilib yonadi. Bu yerda lip motorli okamiz ham lip motorga zakaz qildilar. Okamlarga ham tayyor bo'ldi. Shu qatori siz ham bemalol pastda yozilgan nomerlarimizga murojaat qilib, xohlasangiz o'zingizni shaxsiy brendingizni nomini, Instagram nikingizni, mashinangizni modelini, farqi yo'q. Nima deb yozilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, aytsangiz qilib beramiz. Xohlasangiz sizga ham yonadigan yoki kakabishli manaqa yon versiyasidan ham qilib beramiz. Nomerlarimizga bog'lanaverasiz. Bir dona like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling, aka.